jarrohlik amaliyoti boshlandi. Yoshlar telekanali va Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi hamkorligida yurak kasalliklariga bag'ishlangan maxsus inson qadri teleloyihasi. Elektrofiziologiya bo'limida hozirgi kunda yuqori texnologiyali muolajalar keng qo'llanmoqda. Yurak kasalliklariga chalingan insonlarning hayotiy hikoyalari. Kapelnitsa qo'yganda ninani ichidan stent qo'yadi. Tibbiyot markazining zamonaviy diagnostika va davolash imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumotlar inson qadri teleloyihasida. O'tkazib yubormang. O'z yuragingiz salomatligiga befarq bo'lmanglar. Yaxshigina operatsiyadan chiqdik. Amaliyot yaxshi o'tdi. Inson qadri loyihasi bilan yana diydor ko'rishib turganimizdan juda ham mamnunman. Sizning xizmatingizda har doimgidek Kamina Murod Saidzood. Assalomu alaykum. Men Amirov Habibulloh Narzullayevich 1964-yilda tug'ilganman. 2015-yili ko'krak qafasim kuyishlar, charchoq, hansirashlar bilan klinikaga keldim. Respublika kardiologiya markaziga kelib, ko'rikdan o'tdim. O'tib sizda dedi, tomirlar dedi, yopirilib insult olgansiz dedi. Qo'rqmang, bu bunday jarrohlik operatsiya emas bu. Xuddi kapelnitsani qo'yganday salgina bir chumol chaqqanda og'riq beradi. Qo'rqishdan ma'nosi yo'q buni deb menga yaxshi gapirib, shunga men rozi bo'ldim. Inson qadri loyihasi bilan yana diydor ko'rishib turganimizdan juda ham mamnunman. Sizning xizmatingizda har doimgidek Kamina Murod Saidzood. Assalomu alaykum. Inson qadri loyihasi bugundan boshlab Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi bilan hamkorlikda o'z faoliyatini boshladi. Bugundan boshlab siz inson qadri loyihasi doirasida kardiologiya sohasiga oid bo'lgan barcha yangiliklarni bilib olishingiz mumkin. Demak, biz o'z an'analarimizga sodiq qolgan holda bugundan boshlab kardiologiya sohasiga doir bo'lgan barcha jarrohlik amaliyotlari va konservativ turdagi muolajalarni sizlarga havola etib boramiz. Loyihamizning bugungi sonida ham juda ham ko'plab islohotlar va juda ham yangiliklar amalga oshiriladi desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bugun Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida Surxondaryo viloyatidan kelgan bemorda yurak qon tomirlarini stentlash amaliyoti o'tkaziladi. Ushbu amaliyot o'ziga yarasha murakkab, aynan mana shunday murakkab jarrohlik amaliyotlari Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi mutaxassislari va Rossiya Federatsiyasidan kelgan mutaxassislar bilan hamkorlikda amalga oshirilib boriladi. Agarda sizlarda yurak qon tomirlari kasalliklari bo'yicha har qanday savolingiz bo'lsa, hozirda ekranlardan uzoqlashmang. Chunki jarrohlik amaliyoti va eng qiziqarli lavhalar hali oldinda. Habibullo aka, mana qariyb 30-40 daqiqadan so'ng aynan sizda Rossiya Federatsiyasidan kelgan mutaxassislar bilan hamkorlikda Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi mutaxassislari tomonidan hozir yuqori texnologik kam invaziv jarrohlik amaliyoti, ya'ni o'sha sizda yurak qon tomirlarini stentlash amaliyoti o'tkaziladi. Biz aynan inson qadri loyihasi doirasida sizning jarrohlik amaliyotingizni boshlanishidan to yakun bo'lishiga qadar aynan bizning kamera tasvirga olib turadi va biz inson qadri loyihasi orqali ushbu jarayonlarni xalqimizga havola etamiz. Chunki mana shunday bir hayajonli va albatta mas'uliyatli
damlar, mana shunday bir hayajonli, mas'uliyatli jarrohlik amaliyotlari ko'pchilik yurtdoshlarimizni qiziqtiradi. Va qolaversa hozirgi paytda xuddi siz kabi mana shunday yurak qon tomirlari xastalangan, dardga chalingan bemorlar juda ham bisyor. Ularning ko'pchiligi jarrohlik amaliyotiga kelishga botin olmaydi, qo'rqadi va turli o'y xayollarda har xil manbalarga murojaat qiladi. Mana hozir biz birgalikda jarrohlik amaliyotiga kirib ketamiz. Demak, amaliyot avvalida hozirda xuddi siz kabi o'sha yurak qon tomirlari kasalligi bilan kasallanib, mana shunday stentlash amaliyoti qilinishi kerak bo'lgan hamyurtlarimizga fikringiz? Endi assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun mana xudo xolasa Rossiya Federatsiyasidan kelgan mutaxassis, bu o'zimizning mutaxassislarimiz, doktorlarimiz bilan inshaalloh bugun stentlash amaliyotini o'tkazadilar. Bu juda yaxshi jarayon. Tomirlar yillar davomida yog'li ovqatlar yeyish natijasida yo'llari yopilib qolgan. Men bitta amaliyotni o'tkazdim bundan 25 kun oldin. Bugun ikkinchisi. Shu aytganimdek Rossiya Federatsiyasidan kelgan mutaxassis bilan birgalikda jarayonni o'tkazishadi shu amaliyotni. Xudo xolasa birinchisida hech qanday og'riq sezmadim. Juda bir chiroyli o'tkazishdi. Doktorlarimizga ming rahmat. O'zbekistonimizga ham rahmat. Shu hukumatimiz, davlatimiz shunchalik noyob, juda qimmatbaho oborudoniyalar olib kelib o'rnatganiga bizlar mana xudo xolasa mana amaliyot o'tkazgandan keyin sog' salomat uyimizga qaytib yana o'zimizni hayotimizni, ishimizni davom ettirishga inshaalloh nasib bo'lsa, shuni aytamanki, hech kim qo'rqmasin. Meni tavsiyam shuki, qo'rqmasdan xuddi mana bu kapinitsa olgan bo'lsalar kerak, kapinitsa olganday jarayonni o'tkazishadi. Qanday qo'yildi, nima qo'yildi, lekin oqibatda yurak tomir yo'llaringiz ochilib, yana hayotga yana yangiday chaqaloqdek to'lganda qaytasizlar inshaalloh. Xudo xolasa, Habibulla aka, hozir mana jarrohlik amaliyotiga kirib ketmoqdamiz. Demak, inson qadri loyihasi doirasida biz jarrohlik amaliyotidan so'ng ham qisqa suhbatni amalga oshiramiz siz bilan va jarrohlik amaliyotidan keyingi kechinmalaringiz bilan ham o'rtoqlashasiz. Unda hammamizga omad. Rahmat. Jarrohlik stolida ko'rishamiz. Rahmat. Доделать окружающие и опять отпустить. Вот это не значит себя такой диаграмму. Просто такие струны это не значит. Bir oz fursat o'zimni kardioxirurg vazifasida tasavvur qilib ko'rdim. Albatta, mana shunday hayajonli, mana shunday mas'uliyatli jarrohlik amaliyotlarini Respublika kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi mutaxassislari bir kunda qariyb 5-10 ta jarrohlik amaliyotlarini amalga oshiradi. Aynan stentlash amaliyoti mana shu yerda nazorat qilib boriladi va jarrohlik xonasidagi jarrohlik amaliyotlari, ya'ni o'sha yurak qon tomirlariga qo'yiladigan stent moslamalarining qanday tushishi va qanday jarrohlik amaliyotlari amalga oshirilishining barcha holatlari mana shu maxsus monitorlar orqali kuzatib boriladi. Mana bu monitor orqali siz bemorning yurak urishlari va barcha ma'lumotlarni ko'rib borasiz. Ya'ni mana shu monitor orqali mutaxassis bemorning yurak urishlari va mana bu o'rtada turgan monitorda esa aynan o'sha stentlash amaliyoti qanday kechayotganini mutaxassis kuzatib boradi. Demak, jarrohlik amaliyotiga bir muncha vaqtlar qoldi. Siz jarrohlik amaliyotlari boshlanganidan so'ng mazkur jarayonni jarrohlik xonasi qolaversa mana shu yerdan turib mutaxassislarning faoliyatini ham ko'rib borishingiz mumkin.
Agarda sizlarda yurak qon tomirlari stentlashi bo'yicha har qanday savolingiz bo'lsa yoki sizni mana shunday dard qiynab kelayotgan bo'lsa, hozirda ekranlardan uzoqlashmang. Chunki bevosita yurak qon tomirlarini stentlash amaliyotini to'liq holatda, ya'ni jarrohlik amaliyoti boshlanishidan to yakun bo'lishiga qadar siz bugun ko'rib borishingiz mumkin. Biz siz bilanmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Yurak qon tomirlarini stentlash amaliyoti, jarrohlik amaliyoti boshlandi. Ichkarida mutaxassislar, aynan Rossiya Federatsiyasidan kelgan shifokor bilan hamkorlikda mazkur amaliyotni amalga oshirmoqda. Yurak qon tomirlarini stentlash jarayoni mana shunday amalga oshiriladi. Hozir maxsus monitor orqali bu yerda o'tirgan mutaxassislar hamda jarrohlik stolidagi mutaxassislar kuzatib borishadi. Bu yerda o'sha maxsus stent yurak qon tomirlariga qanday joylashmoqda va o'sha qo'yilishi lozim bo'lgan tomirlarda qanday mana shu kam invaziv jarrohlik amaliyoti kechmoqda maxsus monitor orqali kuzatib boriladi. Ikkinchi monitorda esa bemorning holati, ya'ni yurak urishlari va boshqa holatlari nazoratga boriladi. Aynan mana shunday tarzda amaliyot amalga oshiriladi. Ameliyatımız tugadi. Salomat bo'linglar. Taassurotlar yaxshi, Xudoga shukr, Allohga behisob shukr, yaxshigina operatsiyadan chiqdik. Amaliyot yaxshi o'tdi. Assalomu alaykum. Mana bugun Respublika kardiologiya markazida navbatdagi mahorat darslari o'tkazilmoqda. Mahorat darslariga bizga rossiyalik mutaxassis Stafyorov Anton Valeriyevich ishtirokida bo'lyapti mahorat darslarimiz. Bu mahorat darslarimizni asosiy maqsadi bu murakkab turdagi mamlakatimizda murakkab turdagi qon tomirlar, toch tomirlar zararlanishi bo'lgan bemorlarda kam invaziv intervension amaliyotlar o'tkazish hisoblanadi.
Hamda yana shuni ta'kidlab o'tish kerakki, ushbu mahorat darslari markazimiz hamda Rossiya Federatsiyasi o'rtasida imzolangan memorandum asosida o'tkazilyapti. Bu mahorat darslarida bizga tashrif buyurgan Anton Valerichga juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz. Hozir ular ham ushbu mahorat darslari haqida o'zini fikrlarini bildirib o'tadi. Rahmat. Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня снова мы работаем в Ташкенте с нашими друзьями. Bugun Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida navbatdagi hamkorlik amaliyotini amalga oshirdik. Jarrohlik amaliyoti murakkab bo'lib, bemorning yurak qon tomiri deyarli yopilib qolgan edi. Operatsiya muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Rossiya Federatsiyasi kardioxirurglari markaz shifokorlari bilan doim hamkorlikda faoliyat yuritamiz. Bunday hamkorlik esa bemorlarda erta kasallikni aniqlashda hamda kasallikdan barvaqt xalos bo'lishini ta'minlaydi. Дай Бог, чтобы у вас все получалось, работайте.